Yo, boshqa salom bilan sizlar bilan Abdunozirda bugungi videoda biza Minecraft'da eng g'alati modi, ya'ni Error 404 modini biza sizlarga Error 422 modini biza sizlarga taqdim etamiz va bu mod men Telegram kanalida ham bor. Oxirigacha ko'rsangiz Telegram kanalimni silkasini tashlayman video kommentariyasiga. Qani unda boshlatib olasizlar. Birinchilar boshlashdan oldin kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'ydi. Bo'lmasa biz videoni boshladik. Qavurishlar Error 400 modimiz, ya'ni mana shu videoda ham ko'rsatib beryapti. Bu Error 422 modimiz. Bu aynan anaqa rang-barang mahluq bo'ladi va men bir rasmda ko'rganimda xuddi shunaqa bo'ladi va men o'zim Telegram kanalimda bu modni tashlab qo'yganman. Shundan normal. Qarang, bu Minecraft versiya bunaqa. Bu Java Minecraft'da bor versiyasi, lekin Bedrock'ga bu mod yuklanib olinadi. Xo'p, agar biza mana shunaqa deb yozsak, agar kompyuterda yozsak, Error 400 mana shunaqa narsa chiqib keladi. Bu birinchilar, bu taxminan mana shunaqa chiroyli Minecraftda bu video hozir sizlarga ko'rsataman. Xo'p, birinchilar Error modiga kirganingizda mana shunaqa narsalar chiqadi. Va birinchilar mana shunaqa bo'ladi. Error anaqani ichi, ya'ni Error 422 ichi. Mana shunaqa narsalar paydo bo'ladi sizlarga. Mana modda boshqacha bo'lishi mumkin, chunki Bedrock bilan Java farq qiladi. Buni chinasi mana shunaqa qilsanglar, ya'ni bu mana shunaqa bo'ladi. Hozir survival'da bu boshlab ko'rsatib beradi. Bu mana asosiy video emas, ko'chiryapman. Mayli. Bu videoni kimdan olganimni ham hozir ko'rsataman. YouTube bani bloklab qo'ymasa, o'ylashlar mana shundan ko'chiryapman. Va YouTube bloklab qo'ymaydi. Iltimos, o'zim shuncha mehnat kanal ochganman va yana kanal bangi tiqilib ketmasin. To'g'ri, biz hozir sizlarga videoni ko'rsatamiz. To'g'ri, Error 400 menda bunday bo'lmaydi, bu boshqachasini o'tgan ekan. Men hozir o'zimnikini ko'rsataman, qanaqa bo'lganini. Yaxshi. Xo'sh, Error meniki xuddi shunaqa bo'ladi. Qaranglar, ko'ryapsizlarmi? Kaktuslar qanaqa bo'lib ketyapti. Bu o'zim boshqaryapti kompyuterni. O'rtacha kompyuter bu boshqarmayapti, o'zi boshqaryapti. Ya'ni yo'q, maxluq boshqaryapti, tuyulyapti. Chunki qaranglar, qo'yib tashlayapti narsalarni. Nimani belgilantiradi? Telefonlarni bankga tiqishi ham mumkin bu mod. Maslahatim, bu mod bilan xohlagan o'ynasin, xohlagan o'ynamasa, bu meni asosiy Telegram kanalimda bo'ladi. Men silkasini mana shu videoning kommentariyasida jo'nataman. Qaranglar, bu mod mana shunaqa hamma modda tepada bu narsalar bo'ladi va bu juda aniq bo'ladi. Shunaqa bo'ladi va mana shunaqa bo'ladi. Bu sizlarning telefonlaringizni buzishi ham mumkin. Yoki shaxsiy narsalarni qo'yishi mumkin emas, chunki men tekshirib chiqqan o'zimlar. Shaxsiy narsani olib qo'ymas ekan. Buni qaranglar. Lekin bu mana shunaqa mod bo'ladi. Sizlarni qo'rqitishi ham mumkin bu mod, lekin men o'zimdan qo'rqmadim, lekin bu mod qo'rqitish bo'yicha ham oldinda turadi birinchilar. Agar birinchilar sizlarga ham xuddi shunaqa mod kerak bo'lsa, men Telegram kanalimdan topsanglar bo'ladi. Video tushyaptimi? Ha, tushmabdi birinchilar. Bu o'zim merda mana shu shunaqa narsa bo'lib turadi shekilli, yana bilmadim. Mana shunaqa, bu boshqasini yo'qdi, meniki boshqachasi. Meniki hozir mana qarang, hozirlikda ko'rsataman. Xo'p, ma'lumotlarimdan biri shuki, bu Error 422 ni kompyuter versiyasi ham bor, telefon versiyasi ham bor. Telefon versiyasi men Telegram kanalimdan topsanglar bo'ladi. Va silkasini qoldiraman va u mod qo'rqitish bo'yicha oldin turadi, lekin menda qo'rqitadigan narsa chiqmadi, lekin atrof vayronan bo'lib yotibdi. Xo'p, hozir 1 minut. Xo'p, bu modimizda, ya'ni Herobrine bo'lmaydi, Error 422 da. Unda rang-barang maxluq bo'ladi va agar sizlar meni Telegram kanalimga o'tinglar va o'sha yerda men
qoldirgan bo'laman. Xo'p, mayli obunachilar, sizlar bilan Abdunozir aka bo'luvdi. Hammaga xayr, keyingi videolargacha ko'rishguncha.